Ertalabda bitta video ko'rib qoldim, sizlarga qo'yib beraman. Mana ash profil, hozir. Mana ash video eshitinglar. Mayli hayot meni sinasin, qaynopalarim yoqtirmasin, zato meni erim sevadi. Ko'ryapsizlar-a? Ertalabda mana dori ichdim, boshim og'rib, mana shu videoni ko'rgandan keyin. Bu nimasi bu? Qaynopalar senlarga nima qilib qo'ydi? Ukami xizmatini qil, onami xizmatini qil, otami xizmatini qil, cho'ri bo'l, orima, orising ham sezdirma, kamroq ye. Ukami, akami topgani faqatgina bizniki. Seni bu uyda umuman haqqing yo'q. Sen bizni uyga cho'rilikka, xizmat qilishga kelgansan deganimi endi aybi? Uyatmasmi mana shunaqa videolar qilib chiqqani? Bu Instagramga har baloni qo'yish nima o'rnak bo'lyapti mana shu qiz, mana o'zinglar aytinglar. Kelinlarni yo'ldan uryapti bu. Flos. Men nima bo'lsam bo'ldim mana. Biz 5 ta opa-singilmiz. Bunday aytaydi sizlarga. Agar meni kelinim ni dayboh shunaqa qiladigan bo'lsa, borib yirtib kelaman. Shunday ayirib tashlayman. Eri ham paddesha qilib, ha deb turibdi. Ey bola, mana oldingdagi xotining opalaringni haqorat qilyapti. Bu dunyo qayerga qarab ketyapti? Instagram qayerga qarab ketyapti? Ko'zinglarni ochinglar ey odamlar. Mana mash qizdan atpiska qilib yuboringlar. Mash videoyimni jo'natib qo'yinglar mash qizga, qayta jo'natinglar. Ko'rib qo'ysin, bilib qo'ysin, mana gapiradiganlar bor. To'jimini. Hozir yaxshi gapiryapti. Yana ham jonda men seni qaynopam emasman. Senga oxirgi gapim videoda bugun o'chirasan. Eshitdingmi? Bo'lmasa men bilan gaplashasan.